alaykum azizlar. Bugün sizlar bilan magazinga tushdik. Xo'jayinimga ishdan qaytayotganingizda qizimizni smisini olib keling desam, xo'p degandilar. Lekin ishdan toliqqanliklari sabab hayollaridan ko'tarilib qoldi. Endi esa xarid qilib olgan narsalarimizni skandan o'tkazamiz. O'z o'zimizga xizmat qilamiz. Videoyim sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Barchaga kelayotgan hayit ayyomi muborak bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling.